Yashashdan ko'ra ko'proq biznesga foydalansanglar ham bo'lar ekan. Birinchi liniyada, birinchi etajda joylashgan Tarsoyda okalar do'kon, apteka, shunga o'xshash klinika, stomatologiya qilib qo'ysanglar ham zo'r variant bo'ladi. Bu yoqda kattagina balkoni bor. Adashmasam 2 ga 6 balkon bo'lsa kerak. Egalari o'zi 2 xona ekan, 3 xona qilib foydalanishar ekan. Balkonga oshxona ko'chirilgan. Bu yoqda spalnisi. Xullas hamma narsasi bilan qoldirib ketamiz deyishyapti. Umumiy hisobda 2 xona 60 kvadratli. Bu yoqda mana sanusiya joylashgan. Bu yoqda o'zi hojatxona bo'lgan ekan, egalari kladovka qilib foydalanishar ekan. Bu yoqda yana bitta qo'shimcha xona. Mana bu yerda bitta xona, mana ikkita xona, mana uchinchi xona, oshxona balkonga ko'chirilgan 3 ta xona qilib zo'r qilib foydalanishayotgan ekan. Boya aytgandek, biznesga foydalanaman desanglar, zo'r effekt beradi. Birinchi liniyada, Yangi Hayot tumani 10-hududda joylashgan 9 qavatli binoni birinchi qavatda Tarsoyda joylashyapti. Egalari shu xonadonimizga hamma mebel texnikalari bilan 75 ming startli narx so'rayapti. Yana kelib narxni savdolashib, kelishib baraka qilsanglar bo'ladi. Lekin holati, mana ko'rib turganingizdek, kirib yashashga tayyor. Hamma narsasi bilan qoladi. Birinchi etajda egalar nomerlari yozildi.